Anladım. Mana kilovatman. Ne qirqiyvergan. Ya Savul beki, kechirsizlar, meva sharib taklaymi? Yo'q, vaqtim yo'q. Darhol Qazqalan bilan ko'rishim kerak. Qazqalan Hazrat. Nem bo'ldi? Yasovul begi. Qani avval o'ltiring. Vaqtimiz yo'q, Hazratim. Sizni xalif oliylari saroyda saqlayotidi. Darhol huzurimga kelsin deydi. Mushu sahardimi? Tex amdila bomdod namozni o'qigan tursak. Nima ishi ekan? Buni bilmadim, Hazratim. Farmonni kechiktirib qo'ymay deb udulla yollarga kelishim Qazqalan Hazratlari. Bo'ladi, mayli. Zarzor, sallamni ibga. Sen mahkamaga berib tur. Bosh ustiga Hazratim. Buva, xush keliblar. Salomat turibsizmi, Malik qizim? Oo. Dal vaqtida keldilar Qazqalan. Kechikishga haddami xalifam? Sizlar bilan maslahatlashadigan intayin muhim bir ish bor edi. Gullaga suv qo'yavering qizim. Mana hozir buva. Qani esla quliqim sizlarda olaylar. Bu intayin muhim ham maxfiy ish. Bu yerda deyishga bo'lmaydi. Ishkirga kirib, o'ltirib paranglashayli. Merhamet şahzadem. Sen bu yerda saqlab tur. Bosh ustiga xalifam. Tunugun kecha Halab valiyimiz vafot bo'ldi. Uning valilik o'rni bo'sh qoldi. Alloh rahmat qilg'ay. Yaxshi kishidi. Allah salih kishilar qatoridan qilib Firdavs jannatlar bilan mukofotlag'ay. To'g'ri aytding Xolid. U kuchlik ham farosatlik odil vali edi. Hozirgi masala uning o'rniga kimni tayinlash masalasi. Ondaqda siz o'ylagan nomzodlar bormi xalifata? Shami, Banan. Sizlarchi bular qandaq? Bo'landi. Meningcha Shami jamiyatining ta'sir kuchi zo'r, sonimi ko'p. Biz ehtiyojli chavandozlarimiz sarxil. Durust. Qandaq qaraydilar vazir asran? Shahzodam to'g'ri aytdi. U jamiyatning el orasidagi nupuzimi kuchlik. Sizlar nima deylikin Qazqalan hazratlari? Men Halabda 3 yil turgan edim. Demakchi bo'g'inim. Bilaman, qani. Fikrlarini anglay. Shami o kuchlik, qaysar kishi, ammo pek keskin. Keskinligidan hojatmonlar bemalol paranlashamaydi. Banan intayin kamtar odam. El orasida peshvo ustoz deb ta'riflanadi. Shundaqmi, xalifa? Shundaq. Bu tarifi menimi o'ziga tortgan. To'g'ri dedilar. İcazet qilsizlar xalifam. Qani so'zingizlar? Qazqalan aytgandek, Banan fazilatlik, kamtar, yaxshi kishi. Rasta bozor aylanib, el avomga aralashib o'tadi. Shuning uchun men uni tozarava ko'mdim. Bizga kerakligi kuchlik, so'ri hayvlik vali. Aybki buyurmisizlar Qazqalan. Ko'p sonliqning fikriga asosan Shamini valilik tayinladi. Men to'g'ri deb bilganimni dedim xalifa hazratlari. Oxirgi qaror yanada mamlakat otisiga mansub. Safar lozimatliklarini tayyorlab bo'ldim shahzodam. Rahmat qadrlikim. Uzun turib qolasizmi? Aniq emas. Xalifatamning farmoni, balkim yangi vali ishlarini yurishtirib bo'g'cha turib qolishi mumkin. Siz qaytib kelgicha otamning uyida tursam, ijozat qilasizmi? Shunda qiling. Bir-biringlarni sevib qoldinglar balkim. Sog' salomat qaytib kelishga nisib qilg'ay ilohim. Men bu urug'ni elim.
İnşallah chiroyli gul chechaklarınız bo'ladi. Eling. Rahmet buva. Seyfedin, ot gönderish va bekishni sizga topshiray. Xushallik bilan qabul qilaman. Salma qizim, siz nima qilishni xohlaysiz? Tönögünki qısının davamını anlaşını xalayman ata. Xəzrəclik döpmə, Savudni Yahudinin baxtısığı kömüatqan yeriq kelgan toq. İsmi Ziyad idi. Yahudinin ismi Ziyad demez oppa. Zeyd. Barakallah Safa. Unutib qolmabsiz. Unutib qolmabsiz. Muhim bir yerini unutib qoldi. Qaysi yerni? Turkmaning do'st birodarlari payg'ambarimizning yiniga berib, Yahudining o'g'ri ekanligiga guvohlik bergan yeri. Shundoq. Afsus, ular fitnaning oldini olamiz. Avs va Hazrat qabilasi orasida qon to'kilishni to'sib qolamiz deb shunday qildi. Payg'ambarimiz o'g'irlangan savodni izlash uchun Zeydning uyiga bir necha aylanni avatdi. Men ishni o'g'irlamadim. İzdeb avar bo'lmanglar. Nəsləni öz joyiga yerləşdirib qoyunlar. Uyning ichidan hech narsa topolmadik. Uyning sirtiga yushirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bo'lsa Madina tog'larini bir qo'yma yoqtiringlar. Nemishqa bog'ning ov tarpi sal egiz turdi? Men bilmayman. Egiz turib qolgani mening gunohimmi? Kelinglar, ko'lab baqayli. U yerda qattiq bir narsa barda qiladi. Ko'langlar. Ana, Saud tag'ar ichirikkan. Nemish bo'lyapti? Qanday qop mening begim kelib qoldi? Savudning ishini nimish qilmoq demaylar Zeyd. Nima deydigandimi hamoqat? Chaqchaq qilyapti. Ha, mendan yoshurun ashliqqa tegishmoqchi ekanlar-da. Ha Zeyd. Yog'zingni yum dedim. Qatada bir narsa yemamla. Siz yan Süheyla, qo'sqim oshmidi. Xurma yig'ib ep keldim. Unda qilmay azroq eg'iz tegsil bo'ladi. Bu xurma bak yaxshi pishibdi. Bo'ldi, rahmat, o'zingiz yan. O'zirga nimancha olam alomat qilla. Siz faqat ko'rganingizmi? Tökmening tag'ar ko'tarib ketayotganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Yoki bo'lmasa, men shundoq bilinib qolganmidi? Ko'rganliklarini kesib aytamamla. Payg'ambarimiz Yahuzeytni javobgarlik tortib, uning hukm chiqargan ekan. Men ko'zimga emas, balki payg'ambarimizga ishonaman. Undaqda nemik bunchalar bo'lula? Payg'ambarimizning menga aytgan so'ziga, ya'ni bir musulmonni dalil sifatsiz tuhmat qilganimga. Allah va Allohning payg'ambariga ishonsizlar. O'zirga malomat qilavermisizlar. Ertasidan yormasda farishta Jibril alayhissalom Allah Taala tarafidan Yahudining gunohsiz ekanligi va o'g'rining kimligi haqida payg'ambarimizga vahiy keldi. Men Saudni o'z qo'lim bilan Zeydning beg'idan ko'lab chiqargan tursam, nemish bo'lib ketdi bu? Musulmon qarindishimiz bilan bisib, Yahudining shikoyati quloq solmabdi. Nihoyat qamlashmagan ish qildik. Durust. Kallamizni faqat gumonli bo'lg'ashqa osonla adishibdik. Payg'ambarimizning munbarga chiqib, zulmdan yiroq turinglar. Kishilarga tuhmat chaplamanglar deb musulmon emas birisini aqlayotganligini ko'rgan edim. Allah Taala rası aytdi. Saudlarni Alloh yo'lida ishiltibdi men. Sizlar guvoh bo'linglar. Saudni setib, pulini och yalang'ochlarga ulashtirib berman. Zeyd, heylama mendan xafamansiz. Siz meni o'g'ri ko'rgan tursangiz. Kechiring. Tog'arning beg'imizni ko'milganligini ko'rib, shundoq deb o'ylab qopdiman. Men o'g'irlik qilamanmi? Qani ayting-a. Muhimi bu emas. Undaqda muhimi nima? Muhimi bu din ajoyib ekan emasmi? Adolatni deb agash kuchilarining ziyniga hukm chiqara oladi ekan. Ularning kitobi sizni oqlab, o'z agash kuchilarini qorlab demish.
Bu vaqtda o'ylab baqdingizmi? Deb beqingizey. Nima demoqchisiz? Musulmon bo'lsam bo'lamdi? Mumkin emas. To'la jo'yliman. Muhammad va ergashkichilarga adoqchi dushmanlik qilaman. Musa va Harunning Rabbi bilan qasamki, kishilardan Muhammadning munbar ustida aytganlarini anglab hayronlik qoldim. Anglab baxmagan gaplar. To'la hayron bo'lib yurmay, menga berib qaysi kundan qolgan tasallanib keling. Hammasi meni o'g'ir deb qo'sqimni bek ochilgan qilyapti. Men sizlarga demaganmidim. Yolg'onchining quyruqi bir tutam deb. Payg'ambarimizga mo yolg'on ayta oldinglar, ha? Biz berib payg'ambarimizga yolvoraylik. Kechirim so'raylik. Resva bo'lmayli. Qabilimizning o'zi biroyni qo'dab qolaylik deb shunday qildik. Qabila orasidagi adovat o'tlarini ulg'aytib etmayli deb o'ylagan edik. Haqiqat oydin bo'ldi mana. Hazratga berib, avistlikning narsasini o'g'irladi. Sizlar o'ylagandek bo'lmadi bu ishlar. Adovat o'tlarimi ulg'ayib ketmadi, urushmi chiqmadi. Faqat adolatla fitna o'tlarini o'chadi. Xatoligimizni to'nib, qilmishimizni pushaymon qildik. Endi malomat qilayvermigin. Men bu pushaymon qilyapman. Qoch shaytondek bo'lib qopti ekanman. Payg'ambarimning huzurida yolg'on aytmagan bo'lsam-mo, haqiqat tarafda turib guvohlik beramadim. Isit, holimizga voy. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. Men yo'q Türkmenin do'stlari fitnadan yiroq turg'ach shularning to'g'ri deb o'ylab ekanman. Payg'ambarimiz zamonidagi mu'minlar turib yeni gunoh sodir qilsak qandoq bo'lg'ini? İnsanның ruhida yaxshilik va yomonlik tang mavjud. Jaholiyat davrida cho'nqur singib ketgan yomon odatlarning yo'qolmag'i ancha oson emas. Dinga 3 Yahudi Zeyd Qur'on orqali aqlanishga loyiqmi bu? Allah Teala'nın bir ismi adil. Yani qandaqlı bolsun adillik bilan hukm qiluvchi. To'g'ri. Sizlar menga nurg'un qitim Ömer Faruk raziyallohu anhuning adolat haqida so'zlab bergan edilar ota. Faruk degan nima bu? Haqiqat va batil orasini, adolat va zulm orasini qilishdek ayirib berguchi deganlik bo'ladi. Adolatni ijro qilishga sal qarashning o'zimi zulm hisoblanadi. Shuning uchun voqea yuz berib aytsa tong yormasda Yahudining gunohsizligini isbotlaydigan oyat nozil bo'lgan. Balalar. O'g'irlik qilgan Türkmenin keyingi ahvoli qandoq bo'lgandi? Uni keyin deb beray. Bu bek uzun. Aytib bersizlar ota. Qulaydigan vaqtmi bo'lib qopti emasmi? Aytbaslar bu. Oxirini hozir anglag'im bor. Ata dedim. Qani, yatganlarga menglar. Tamam bo'lsizlar bu. Et görüşeylik bu. Sizlarmi omon bo'linglar bolalarim. Oxirini menga aytib bersizlar ota. Ya qizim, unda qilsak odillik bo'lmaydi. Ati bolalar bilan billa anglang.